Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan ko'rsatuvimiz davomida Uchquduq tumanimizning eng ko'zga ko'ringan maktablaridan biri 7-sonli matematika fanlarini chuqur o'rganishga ixtisoslashgan davlat umum maktabida ustozlarimiz Fayziyeва Ra'no Sa'dullayevna va Bozorova Mamlakat Ergashevnalarning yorqin xotirasiga bag'ishlab o'tkaziladigan xotira abadiy, qadr muqaddas mavzusidagi matematika festivalida taklif xati orqali qatnashib turibmiz. Azizlar, tadbir davomida mehmonlarni kutib olish, matematika fanlar shohi 3A sinf o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tdi. Ustozimiz Chiniqulova. Raqamli xavfsizlik, zamonaviy jasorat 8A sinf o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tdi. Informatik ustozimiz Nurullayeva. Yangicha baholash tizimi bo'yicha loyiha ishi 9A sinf o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tdi. Ustozimiz matematik Ergasheva. Fazoviy shakllar va hayot 4F sinf o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tdi. Ustozimiz Jumayeva. Va so'nggisi metodik trening, bu albatta mas'ul xodimlar o'rtasida bo'lib o'tdi. So'zimni isbotini loyiha davomida kuzatib borasizlar. Marhamat, tomosha qiling. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Biz 8A sinf o'quvchilari Rahmon va Shohsanam va Niyoz va Sevinch birgalikda taqdimot tayyorladik. Bu taqdimotni tayyorlashimizdan maqsad bu taqdimot orqali oliy ta'lim muassasalariga bo'lgan talabning qanchalik ortib borayotganligini real statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilishni ko'zda tutganmiz. Bu bilan abituriyentlar sonining yildan-yilga ko'payishi, universitetlarga hujjat topshirish bo'yicha rekord darajadagi ko'rsatkichlar qayd etilgani, bularning barchasi ota-onalarga bo'lgan talabning aniq dalilidir. Ma'lumotlar tahlili orqali bu talabning hududlar kesimidagi taqsimoti, mashhur ota-onalar va ularga bo'lgan raqobat darajasi ham ko'rib chiqiladi. Ushbu tahlil asosida qaysi hududlarda yangi filiallar ochish zarurati borligi yoki mavjud tizimni takomillashtirish yo'nalishlari aniqlanadi. Umumiy xulosa: bugungi kunda oliy ta'limga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Faqatgina Toshkent shahri emas, balki boshqa viloyatlardan ham abituriyentlar ota-onalarga ommaviy tarzda hujjat topshirmoqda. Misol uchun, Toshkentdagi Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligi va muhandisligi instituti, O'zbekiston Islom akademiyasi, TATU, ya'ni Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti va Toshkent texnika universiteti kabi nufuzli oliygohlarga Samarqand, Qashqadaryo, Farg'ona va Andijon kabi boshqa minglab viloyatlardan minglab abituriyentlar intilmoqda. Shu sababli bu kabi talab yuqori bo'lgan universitetlarning viloyatlardagi filiallarini ochish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu nafaqat yoshlar uchun ta'lim olish imkoniyatini kengaytiradi, balki mintaqalarda malakali kadrlar tayyorlash va ijtimoiy tenglikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy biznes uchun qanday kredit olish mumkin? Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Keling, oldin kredit mavzusiga to'xtalib o'tib, kredit o'zi nima va shu haqida qisqacha tanishib olsak. Kredit bu latincha creditium, qarz, credio, ishonaman, ma'qullayman, pul mablag'lari va tovar xizmatlarini kelishilgan ustama, foiz qaytarib berish sharti bilan ma'lum muddatga qarzga berish. Kredit bu pul mablag'i bo'lib, uni bank yoki moliyaviy tashkilot sizga ma'lum shartlar bilan vaqtinchalikka beradi.
qarzga pul olasiz, ya'ni telefon, noutbuk, o'qish yoki biznes uchun. Ma'lum vaqtda qaytarasiz, masalan 6 oy, 1 yil, 3 yil mobaynida. Ustiga foiz to'laysiz. Bu bankning foydasi hisoblanadi. Masalan, agar siz 1 million so'm kredit olsangiz, uning foiz stavkasi 20% bo'lsa, siz 1 yilda 1 million 200 so'm to'laysiz. Kreditning turlari: iste'mol krediti, telefon, kiyim-kechak, texnika olish uchun; ta'lim krediti, o'qish kontraktini to'lash uchun; ipoteka krediti, uy-joy sotib olish uchun; biznes krediti, tadbirkorlik boshlash va uni kengaytirish uchun; avtokredit, hammamiz bilamizki, mashina xarid qilish uchun. Kredit ajratishda qarzdorning moliyaviy imkoniyati, kredit tarixi inobatga olinadi. Moliyaviy imkoniyati bu nima? Qarzdorning qanday darajada bir oyda maosh olishi va uni qanday darajada to'lay olishidir. Kredit tarixi esa sizning kreditingiz haqidagi barcha axborotlar majmui hisoblanib, subyektivni identifikatsiyalash imkoniyatini beradi. Kreditning asosiy shartlari: foiz stavkasi, bank kredit ustiga qo'shadigan foyda 18% dan 35% gacha bo'lishi mumkin. Muddat, kredit qancha vaqtda qaytarilishi kerak? 3 oydan 10 yilgacha. To'lov grafiki, har oy yoki har chorakda qancha to'lanadi? Kafillik, oila a'zolari yoki do'stlaringiz siz uchun kafolat beradi. Daromad, kredit olish uchun barqaror daromad zarurdir. Kredit olish tartibi: O'zbekistonda bankka borish yoki ilova orqali ariza topshirish, pasport, daromad hujjatlari va kerak bo'lsa kafillik bilan ta'minlash. Bank tekshiradi, qarz qaytarish qobiliyatini, shartnoma tuziladi, pul karta yoki naqd shaklda beriladi. Kreditning ijobiy va salbiy tomonlari shundaki, zarur narsani hozir olish mumkin. Talaba yoki yosh bizneslar uchun imkoniyatlar va to'lov osonlashtiriladi, ya'ni bo'lib to'lash mumkin. Salbiy tomonlar: o'z vaqtida to'lanmasa jarima va qora ro'yxatga tushishingiz, daromad kam bo'lsa qarz bosimiga tushishingiz va foizlarning ko'payib ketishi bo'lishi mumkin. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kredit foydali, ammo javobgarlikni talab qiladi. Faqat zarurat bo'lsa olishingiz mumkin. Bank shartlari to'liq tushunmasdan hech qachon kredit olmang. Har bir fuqaro moliyaviy savodxon bo'lishi zarur. Otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz. Ustoz yaxshi-da, ustoz yaxshi-da.